Hammaga salom, qadrli foydalanuvchilar. ICU ko'rib turibman albatta. Demak, 2-3 kishi Lichkamga, Telegramdan yozishdi. IC Markets broker, qaysi brokerdan foydalanasiz, qaysi brokerlar yaxshi deb. Men IC Markets brokerini albatta anchadan beri ishlataman, foydalanaman. Shuni sizlarga maslahat beraman. Spredi, hisobi, komissiyasi albatta treyderlar uchun juda foydali tomonlari juda ko'p. Hamma broker albatta treyderlardan foyda ko'radi, 100% holatda, lekin o'sha brokerlar, yomon brokerlar ichida ham eng nisbatan yaxshirog'i bu shu IC Market hisoblanadi. Shuni unutmang. Men o'zi Raw Forex, IC Markets va Echnesdan foydalanaman. Shu paytgacha foydalanganman va ular hammasini ko'rlarim deydimi, mayda-chuyda yomon tomonlar hammasini yaxshi tushunaman va bilaman do'stlar. Shuning uchun hozir ko'pchilikga IC Marketsda maslahat beraman. Va undan ro'yxatga o'tish va qoidalari qanaqa registratsiya qilish shular haqida videolar chiqaring deyishdi. Albatta internetda tiqilyapti bu haqida ma'lumotlar. Lekin o'zimni kanalimga ham buni boyitib kiritib qo'ymoqchiman, shu darslik qilib albatta. Ro'yxatga o'tish start tradingni bo'lsangiz do'stlar, tezroq va qisqa qilaman. Demak, O'zbekistonni tanlaysiz, qaysi davlatdan bo'lsangiz. Ismim masalan Jahongir. Keyin Yo'ldosh. Ism familiyangizni kiritasiz. Men ro'yxatga o'tganman do'stlar, ikkinchi marta qayta ro'yxatga o'tkazgan qo'ymaydi albatta do'stlar. Gmail misol bir narsa gmail.com masalan. gmail.com deb kiritasiz. Bu yerda Gmailingiz o'zi ishlatadigan, doimiy yo'qotmaydigan, o'sha Gmailingizga doim o'z bo'ladigan ishonchli Gmailni kiriting. Chunki ertaga shu Gmail bilan parolingiz ishlatasiz, qo'ysangiz, shu Gmailingiz bilan menejerlarga yozsangiz albatta hal qilgan muammongizni shu Gmail pochta orqali hal qilasiz. Ertaga pul chiqarishda ham konfirmatsionni, ya'ni tasdiqlashni shu Gmailga yuborishadi. Shuning uchun ham ishonchli Gmail kerak do'stlar. Shuni hisobini olinglar. Keyin telefon raqamingizni kiritasiz. 1234567 masalan. Shu bilan kiritganingizdan so'ng keyingi etapga o'tamiz do'stlar. Yana birinchi, ikkinchi, uchinchi etaplari bor. Demak do'stlar, ikkinchi etapi xuddi shunday to'ldirasiz. Demak, tug'ilgan oyingiz, viloyat, shahar, Toshkent shuni kiritasiz. Shaharingizni qayerdan yozib, zip kodingizni pochta deb masalan qidirsangiz, internetda Google'dan shu pochta kodi deb, O'zbekiston pochta kodi deb yozsangiz va shaharingizni yozib, shu kodingizni beradi. Ya'ni yaqin pochta raqami kodingiz bo'ladi. Ikkinchi natsiyonaliga o'zingizda ID karta olgan bo'lsangiz, ID raqamingizni yozasiz. AD qanaqa harfdan boshlanadi. Keyin bu yerda savolga eng yaxshi ko'rgan rangingizga qizil qo'ygansiz, savolga rangni qo'yib, savolga buni eslab qo'ying albatta. Kim sizni chaqirdi, qaysi broker tavsiya bergan, kim sizga tavsiya berdi brokerni, o'shani raqamini kiritsangiz bo'ladi. Yetkinchi so'ngishga qarab, keyin continue tugmasini bosasiz. Juda oddiy va oson. Ikkinchi etapi o'tildi do'stlar. Endi uchinchi etapga keldik, e'tiborlar. Bu yerda metrda 5, 4 S-traderda ishlayapti, qaysisida ishlayapsiz, shuni qarab ishlaysiz. Demak, men metrda 5 da ham 4 da ham S-traderda ham ishlaganman, hammasi bir xil. O'zingizga mosini tanlab olishingiz mumkin. Men metrda 5 tanlayman. Albatta metrda 4 ga kimdir o'rgangan bo'lishi mumkin. S-traderga agar o'tsangiz, bu yerda siz copy trader bilan shug'ullanishingiz mumkin. E-trading Viv platformasi bor, albatta. Ulab ishlatishingiz mumkin. Mana shu yerda o'ziga hech qanday platforma MetaTrader 5 yoki MT4 larda ishlamaysizda, xuddi shu Trading View'ni ochasizda, shu yerda o'zida IC Marketsda ulaysiz do'stlar. IC Markets va bu yerda S-Trader akkaunt ochgan bo'lsangiz, bemalol ulab, shu yerda o'zida plyus ko'rinadi pastda. Shu yerda o'zida order ochib, savdo qilib, analiz qilib, foydalanish ishlatishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Shu tomoni plyus S-Trader. MT5 da ham ochganman, hammasida bor akkauntim albatta. Ikki standart akkaunt swap free bo'lsangiz, bu yerda sizdan aslanist akkaunt hisoblanadi, foiz komissiyalar olinmaydi. Ba'zi bir plyus minus tomonlari bor bu akkauntni. Ikki USDda ochyapsiz va biriga 5000 leverage kerak emas, bizga biriga 50, biriga 100 shunaqa leverage bo'ladi do'stlar. Umuman katta leverage ochmang do'stlar, iloji boricha shu hisobga oling, shuni hisobga olinglar do'stlar. Bu 3-etapida submit tugmasini bosamiz. Demak, sizlarga tarjima qilib, iloji boricha ko'rsataman. Bu yerda hamma narsa bajarildi va emailingizga yuborildi, aktivatsiya qildi deyapti. Gmailingizga kelgan kodni tasdiqlaymiz deyapti. Men qaytadan ro'yxatdan o'ta olmayman, tasdiqlayotmayman, chunki bitta akkaunt, bitta Gmail, bitta nimadan foydalansangiz, shunisi yaxshi. Multi akkaunt shart emas, bir necha bir ochish. Yana bitta IP adresda deb o'ylayman men. Shuning uchun ham
Buyog'ini o'zingiz sekin o'rganib olsangiz bo'ladi. Men sizlarga ma'lumot berib o'tib ketaman. Undan keyingi etap Gmail'ingizga kirasiz, pochta kodi bo'ladi. Menga pochta kodi kelgan bo'lsa kerak, sizlarga hozir ko'rsataman. Albatta, premiumlar bo'ladi. Qanaqa bo'ladi? Ko'rasiz. Вот так. Mana IC Markets'da Islamic Free Swap Free accountda yani tasdiqlash kodi keldi. Haqiqatdan mana sizmisiz deb bu yerda bossing deyapti. E'tibor bersangiz. Buni bosganingizdan so'ng aktivatsiya qilinadi. Aktivatsiya bo'lgandan keyin mayli bosamiz do'stlar. Sizlar uchun bo'ldi do'stlar. Akkaunt nima desa tasdiqlandi. Endi e'tibor bersangiz do'stlar, spam papkada yana bitta IC Markets, ya'ni spam deb o'ylaydi pochta har bir begona pochtani va bu yerda sizda foto ID, ya'ni nimalar hujjatlaringizni ya'ni verifikatsiya qilishni so'rayapti va shu yerga bosib kiramiz. Bu yerda kod yarating deyapti, ya'ni aslida yangi kod yaratasiz. O'zingizga esda chiqmaydigan kod yaratasiz do'stlar. O'sha pochtangizda keladi. Ikkalasi ham tasdiqlash kodi ham o'sha ссылкасы ham shu nimangizga pochtangizga keladi. Keyin bu yerda menda spam papkaga keldi. Siz ham spam papkangizni har doim tekshiring. Doim adashib bu papkaga kelishi mumkin do'stlar. Va bu yerda klik mana bu nimaga tasdiqlash ссылкasiga bossangiz mana bu o'yin ochiladi sizlarga va bu yerda kod kiritasiz. Kod kiritib, yangi kod o'ylab topasiz. Ya'ni o'sha IC Market brokerdan ro'yxatga o'tib, ya'ni Gmail.com sizning username hisoblanadi, login hisoblanadi. Kodga kod o'ylab topasiz. Mana parol ham yaratib oldik do'stlar. Yevropa sohasida bittasi уже tayyor bo'ldi. Demak, bemalol akkauntimizga IC Market brokerning akkauntimizga endi ro'yxatdan o'tib oldik. Endi bu yerda verifikatsiya jarayoni ketadi do'stlar. Etap-etap bosqichma-bosqich tushuntirib beraman do'stlar. Bu yerda demak employment, ya'ni siz qaysi nimada sohadasiz, ya'ni studentmisiz, ya'ni yoki bir employment retired payment. Bu yerda statusingizni student deb belgilaysiz. Bu yerda fix trading belgilaysiz. Qayerda xohlasangiz farqi yo'q. Administratsiya, accountancy, siz bankda ishlaysizmi, betting bilan shug'ullanasizmi, karvash, ya'ni shunday yumushda sistemasida ishlaysizmi, shularni bemalol kiritib ketishingiz mumkin. Farqi yo'q. Fix trading bosdim do'stlar, next tugmasini bosamiz va bu yerda financial information degan, ya'ni sizda holatingiz, pulingiz qancha borligi shularni kiritib ketasiz. $50,000gacha, employment $50,000gacha, hedging, long term trading, investormisiz yoki traderlik bilan shug'ullanasiz, ham sell ham buyga o'chasiz, shular haqida aytib ketyapti inglizchasigacha. Demak, investment tugmasini bossangiz ham bo'ladi do'stlar. Plus sen $2,000,000 bo'lsa, bu yerda net qilasiz. Bu yerda bosib next tugmasini bosamiz. Bu yerda your forex trading experience deyapti. Beginner tugmasini bosasiz, endi boshlayapsiz. Bunisi ikkinchisi esa qotishingiz xavfi borligi va riski borligi haqida bilimga egamisiz deyapti. Yes deb tugmani bosasiz va bu yerda hozir so'rovnoma o'tkazib olyapti broker. Deyarli barcha brokerlarda bor, shoki brokerlarda albatta. Va bu yerda e'tibor bering, verifikatsiya jarayoni boshlanadi. Tasdiqlayman deyapti. Gmailingizni kiritasiz, verifikatsiya jarayoni boshlanadi do'stlar. Demak, ID raqamiga kod bo'ladi Gmail pochtangizga. Chunki pochtangiz doim kerak bo'ladi, shuning uchun e'tibor bering har doim. 122 560 561 bo'ldi. E'tibor bering va tugmasini bosasiz do'stlar. Sizlarda ham xuddi shunday narsa chiqadi. Create my account. Demak, tugmasini bosib sekin buyog'ini mana bu telefon orqali chiqish joyi bo'ladi. ID kartangizni oldingizga olib oling yoki водительский правani oldingizga olib oling. Shular sizlarga kerak bo'ladi. Ya'ni verifikatsiya jarayonida shaxsingizni tasdiqlashingiz kerak albatta. Shaxsingizni tasdiqlagandan so'ng albatta 100% holatda keyingi etaplarni men o'zim shaxsiy akkauntimda ma'lumotlarni berib o'taman hozir. Bu ro'yxatdan o'tish jarayoni shunaqa tarzda amalga oshadi. Demak, mana bu mening asosiy shaxsiy akkauntim hisoblanadi. Ancha yil oldin ochganman do'stlar, IC Market brokerini.
Demak, bu yerda ruscha turi yo'q, faqat portugalcha, ispancha, italyancha, inglizcha turlari bor. Tilini o'zgartira olmaysiz. Faqat brauzeringizda tilni o'zgartirish iloji bo'lsa, mana bunaqa Firefox bor. Shundan tilni o'zgartirib olishingiz mumkin. Bemalol ruschaga o'zgartirib olishingiz mumkin, o'zbekchaga o'zgartirib olishingiz mumkin. Buning uchun siz mana bu brauzeringizga Google Translate ulab olasiz. Bu yerda e'tibor bersangiz, upload documents, additions case, account details degan tugmalar bor. Albatta, ularni har bittasini tushuntirishga harakat qilib o'tib ketaman tezlikda. Verifikatsiya jarayonini amalga oshirganingizdan so'ng, quyidagi bu yerda upload documents bosib, yana qo'shimcha nima desa hujjatlarni tashlab qo'ysangiz bo'ladi. O'zingizda mygov.uz saytidan akkauntingizni ochasizda, o'zingiz yashash tarzingiz haqidagi joydan mygov.uz saytidan kirib, yashash manzilingizni hujjatini olasiz, PDF variantini va bu yerga tashlashingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Qo'shimcha sizlarga nima desa bo'ladi, shaxsingizni tasdiqlash uchun hujjatlarni shu yerga tashlab qo'yasiz do'stlar. Va Live akkauntlar ochishingiz mumkin, S-Trader akkaunt ochishingiz mumkin, MT4 akkaunt ochishingiz mumkin. Xohlagan akkauntingizni noldan ochishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Akkaunt ochganingizda albatta sizlarni nimalaringizga hozir shu o'yinga keltirib ketaman, chunki akkaunt boshqa ochmayman men, o'zimga kerakli akkauntlar ochilgan hammasi. Shu o'yinga rasmni joylab ketaman, shularni bosib bemalol akkaunt ochib olishingiz mumkin. Undan keyin MT4, MT5 ga ulash jarayonlarini juda oson. Sizga login parol berilgandan keyin server raqamlaringiz, silkalaringiz berilgandan so'ng siz bemalol shu video tagida biz kommentariyamiz video opsiyasini qoldiraman. Bemalol MT5 ga ulash, MT5 ga telefon orqali ulash va kompyuterda videolarni qoldirib ketaman. Kanalimda bor, ko'rib bemalol ulab olishingiz mumkin. Undan keyin bemalol ishni boshlashingiz mumkin. Demak, depozit va pul to'ldirish, pul chiqarish jarayonlari bor. Bu yerda e'tibor bering, hamma ma'lumotlar keltirilgan. Ya'ni bu yerda viza kartalardan bir nechta 3-4 ta viza karta turi bor. Bu har xil davlatlar, har xil serverlar, har xil saytlar orqali qilinadi va ishonchsiz tanlab olishingiz mumkin. Albatta, keyin Google Pay orqali bitta podpechatkangiz yoki nimangiz bilan telefoningiz orqali pul kiritishingiz mumkin. Men sizlarga maslahat beradiganim, albatta, viza karta bilan shu cryptocurrency, ya'ni kripto, ETH, Bitcoin, USDT orqali pul kirgizib chiqarsalaringiz maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Hech qanday muammosiz, ertaga problemalarsiz pul chiqishi oson. Bu yerda hech qanday komissiya olmaydi do'stlar. Shularni e'tiborga olishingiz mumkin. Bu yerda juda ko'p pul kiritishda oson do'stlar. Bugungi darsimiz shu edi. Ro'yxatdan o'tish va ba'zi bir ma'lumotlar sizlarga kerak. Sog' bo'lasizlar, I see you.